obunachilar, sizlar bilan WoW kartadan o'yinga tushganman. Buni kuting. Qani? Kutingni varpam. Videoni tomosha qiling. Kishi bilan o'ynayapman. Ulanlar. WoW kartadan bunga qo'y beraylikmi obunachilar? Yaxshilik qilaylik bu botga. Bu bot ham kuchli. Qo'y beraylikmi obunachilar? Nima deysizlar? Kommentariyada qani qo'y beramiz bunga. Qo'y beramiz. Yaxshilik qiladi-yu, keyin qo'y beraylik shu botga. Qo'y beraylik bunga. O'zimni o'ynash bilmaydiganga o'xshab ko'rsatyapman. Bitta o'ldirib qo'yamiz. Tekda qo'y berayotganini bilmasligimiz tekda beramiz. Xafa bo'lmaysizlar, bugungi gal videoda biz qo'y beramiz. Qo'y beraylik bu bechara botga. Bu qanchadan beri o'ynashtirilmaydi. Ana qo'y berdik. Keyin qo'y beramiz. Sal ozgina buni o'ynashga qarab. Ko'ryapsizlar, qo'y berishimiz kerak bunga. Bunga bu gal videoda qo'y berayotgan bo'ladi. Yo shuni shaqli urib tashlayman. Qarang. Hozir kampda o'ynayapti. Qarang, o'ynashini. Keyin qo'y beraylik. Qarang, miltiqlari ham. Qarang, kiyimini qaranglar, turishini. Hech demasi yo'q, unga qo'y beraylik. Urma harommi? Otib qo'yman bo'lmasam. Qo'y berayotganini shukur qil. Bitta qo'y bermayman. Zo'r video qaranglar, videoni beramiz bunga botlik. Keyin botga o'xshab ko'rsatamiz o'zimizni. Bitta o'ldirib qo'yamiz. Xo'pmi? Ke bot qo'y beraman senga, kelaver bot. Yana qo'y berdik bunga. Ba'zida endi qo'y berayotganimni bilib qo'yadi. Endi qo'y bermayotganga o'xshaydi. Yani Dallas Farfadı bilan birga ko'rganlar kerak. Shunda ham rahm qilaverdim.
qilgandan keyin u chiqib ketadi. Bechara bolaki. Baribir yutadi deb chiqib ketaveradi, to'g'rimi? Endi bunga qo'yib beramiz. Shunday marta shot qo'yib berganman. O'zasi bir marta bo'lmaslik kerak edi. Mana botlik qilamiz bu botga. Bizam botlik qilamiz bu botga. Maza qilayotgan shekilli bu. Bitta shot qoldi. Ko'rib turibsizlar, 19 bundan 20 gacha keladi. Xafa bo'lmaysizlar, qo'yib berganim uchun. Bu bot ekan, men o'zim chiqib bularni o'ynamoqchi edim, lekin bu bot ekan. Shuning uchun bunga qo'yib berdik. Xayr obunachilar, charchamanglar. Sizlar bilan yana videolarni chiqaramiz. Xayr.